Assalomu alaykum. Ustalar Uz kanalining hurmatli, qadrli, bebaho obunachilar. Bu yog'imizda, ya'ni ekonom pechkalarda zagatopkasi bo'lyapti. Ya'ni lazetdan chiqish jarayoni va bu yog'imizda esa yasalish jarayonlari. Do'stlar, qadrdonlar, 2025-yilning qishidan qanday o'taman degan akalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Ekonom pechkalarda bugun biz ishlab chiqarish joyiga kelganmiz, ya'ni bog'ga kelganmiz. Buni xususiyatlari juda ham kuchli bo'ladi, akalar. Mana shu tepasidagi joyni ochib qo'ysalaring ham umuman sasimaydigan va tutun chiqarmaydigandan bo'ladi. Mana bu joylari ham mana ko'rib turibsizlar. Ishlari ham va tashlari ham juda ham mukammal qilib yasalgan. Do'stlar, qadrdonlar, svorkasiga keladigan bo'lsak, oddiy svorkadan emas, kemping svorkasidan foydalangan. To'g'rimi ustoga? To'ppa-to'g'ri aka. Do'stlar, qadrdonlar, buni narx-navosi necha pul bo'lyapti? Qayerlargacha olib borib berasiz? Nimadan yasalgan? Listlarni qanligi qancha degan akalarimiz uchun bittadan like bosib qo'ysangiz do'stlar, qadrdonlar, biz to'liq ma'lumotini beramiz. Ketdik. Bosma qo'ying. O'zim mana qolaman. Bo'ldi. Qadrdonlar do'stlar, xo'sh, biz bugun Farg'ona viloyati Kominternga kelganmiz. Ya'ni Bubayda tumani Kominternga kelganmiz, akalar. Ishlab chiqaruvchi akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qadrlamasdan boshlagan ishlaringni Alloh xayrli qilsin. Albatta. Yozda g'amini qishda yeyish kerakmi yoki qishda g'amini yozda yeyish kerakmi? Xullas, ekonom pechkalar. Ekonom pechkalarimiz aka, eng zo'ri. Xullas, eng zo'ri. Mana o'zi ko'rib turibamki, voy, bunaqa bo'lishi mumkin emas, deyapsiz mana. Yasalish jarayonlari ham juda ham chiroyli. Buni eshitchalariga ham ahamiyat bersalaring, umuman nima deydi? Juda ham chiroyli qilib yasalgan, akalar. Aka, bu ekonom pechkalarimiz o'z Metal Forumdan chiqadi. Xudo xolasa. Metal Forum brendiga qarashdi ekonom pechkalarimiz. Shunday aka, xudo xolasa. Pechkan deyapti, ekonom pechkan. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Lazer xizmatlarimiz, duks xizmatlari, zakatopka so'raganlarga ham zakatopka beraveramiz, sotilaveradi, sotuvda bor. Bu yog'imiz ishlab chiqarish aka, 4-5 ta odam ishlab turibdi mana, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz xalqimizga, xudo xolasa aka. Bunisi aka kraskalangan varianti, tepasiga reshetka qo'yilgan, bochkalari 25 ga 25, kapichanlari bor. Shu choynak qo'yishga zo'r. Buni narxi 1.200.000 so'm qilib beramiz. Lisi 2 ga 208. 2 ga, ya'ni mana bu joyi. O'tin yonadigan joy 208 lista. Shunda va tepa qismi 2 lik lista tayyorlangan bo'ladi. To'g'rimi? Albatta aka. Narxi 1.200.000 so'm. Agar bizni kanalimiz Ustalar Uz kanali. Bu kanaldan ko'rib chiqqan obunachilarimiz bo'lsa, qanday bonus qilib berasiz aka? Aka, yengillik qilib beramiz. 100 ming o'tib berasizmi? To'g'risini ayting. 50 o'tib beramiz aka. 50 o'tib beramiz. Gap so'z yo'q. Agar qarang aka, boshqa joylardan, Voha tomondan chiqsa, 100 ming so'm yo'l kirasiga qo'shilib qoladi. Bo'ldi. Yetib borishi bilan yetib borishi mana shaharlarga, qishloq shaharlarga emas, shahar, Qashqadaryo, Chiroqchi, Qarshi, shunaqa joylari bor. Shahar markazlariga qo'shilib qoladi. To'g'ri aka. Do'stlar, qadrdonlar, bizni ko'rib turgan akalarimiz, ukalarimiz yoki opajonlarimiz sizlarda yashash joylaring bizga qaraganda uzoq bo'lishi mumkin. Ya'ni Vohadan bo'lishi mumkin. Bu pechkani uyimga olib kelsam, olib kelilish xizmati, ya'ni dastlabki xizmati oho bo'lib ketishi mumkin degan akalarimiz bo'lsa. Mana shu narsani dastlabkasiga 100 ming qo'shilar ekan. 100 ming so'm qo'shiladi. Qashqadaryodan bo'ladigan bo'lsa ham 1.150 ming, yana 100 ming qo'shilsa 1.200 Qashqadaryo viloyatining shahariga, ya'ni sentraga boradi. Xorazmmi, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston, umuman qiziq emas, 100 ming so'm. Zo'r. Aka, necha yildan beri o'zingiz chiqaryapsiz bu? Buni aka 3 yildan beri o'zimiz chiqaramiz. Brendlarini yilga qo'ydik. Zo'r. Yilga ana Metal Forum o'zimiz qo'yganmiz. Kechga olgan do'stlarimiz qanday bir norozi yoki yo'q, noroziligi bor ekan degan narsa. Norozichilik bo'lsa aka, bu kechgani suyunmay olmay qo'yishadi aka. Zo'r, xudo xolasa zo'r aka. O'tgan yilgi 23 ga 23 bo'lgan razmerlari bu yil kattalashgan. Ichlari chugun, agar temir emas, chulxonasi ham bor chugun. Buni hamma komplektatsiyasida orqasida tapichanchasi bor. Choynak qo'yadigan обязательный bor. Qotmalari bor. Zaslonkasi mana yerda. Shunda o'z pasaytirib anaqa qilib qo'yaveradi. Hatto do'stlar, qadrdonlar, men oldin bunaqasini ko'rmaganman. Endi maqtash darajasi bo'lmasin, lekin haqiqatan ko'rmaganman. Zaslonkasi ham juda chiroyli qilib yasalgan. Keyin turishi ham juda chiroyli turibdi, akkuratni. Eshiklari ham
o'ziga xos turibdi. Brendlariga ham e'tibor berasizlar. Metal Forum. Mana shu nima deydi? Tavsiya qilaveramiz aka. Biz o'zimizga ilinganimiz, ya'ni o'zimizga ravo ko'rganini sizlarga tavsiya qilyapmiz, qadrdonlar. Buni 1 million 200 ming so'm dedik aka. 1 million 200 ming. Mana bularimiz qanaqa endi? Kraska bo'lmagan holatda. Bu kraska bo'lmagan holatda bo'lsa aka, bu Ponni 208 litr yasalgan. Faqat tepasi ham, pasti ham, tepasi ham, pasti ham eshikka ikkilikda o'zi aralashgan. Buni narxi 1 million so'm. Qalin istaganlarga mana bunisi aka, buni narxini aytdik 1 million so'm. Bunisi qorni 208, tepa pasti ikkilik listdan qilingan. Buni 850 ming so'mdan qilib beramiz. Kraska sepilsa, shu holatga kraska sepiladigan bo'lsa 950 ming so'm. 100 ming so'm qo'shiladi. 100 ming so'm qo'shiladi. Plus agar Voha tomonidan bo'lishadigan bo'lsa, yo'l kraska 100 ming so'm, 1 million 50 ming so'mga uyiga boryapti. Maşallah. Bunisi aka faqat hamma joyi ikkilik listdan qilingan. Hamma joyi tepa, past, qorin, hamma joylari ikkilik listdan 25 ga 25. Orqasida tapichanlari bor, choynak qo'yishga. Buni narxi 800 ming so'mdan qilib beramiz. Maşallah. Kraskalangani 900 ming so'm. Yana plus qo'yishlik bo'lsa, o'sha 100 ming so'm. Qavrolar narxiga ahamiyat beringlar. Bir xilga joylarda 700 ming so'mdan sotyapti. 700 ming so'm. Lekin 700 ming so'mdan 1 million so'mlik pechkani baribir farqi bo'ladi. Farqi bor aka, mana 700 ming so'mlik pechkani olib qo'yib, yoniga qo'yib sifatini ko'raversin. Mana svarkalari ham ichki qismida bo'lgan bu aka. Mana svarkalari ham hamma qismi ichki qismida bo'lgan. Mana tepasida umuman yo'q bunaqa joylari. Hali sifat o'ta chiroyli, mana sifatlarni ko'ring mana aka. Umuman anaqasi yo'q. Svarka qismi ham ichki qismidan bo'lgan, tashqaridan bo'lmagan. Shunga ham e'tibor berasiz. Ustalar zo'rligidan ichidan kuyishib qo'ygan aka buni. Maşallah. Mana bu yerda ishlash jarayonlari, do'stlar, qadrlar. Ustalarimiz ishiga bir mehnatiga baho berasizlar. Halol mehnat qilib, tirikchilik qilib turgan ustalarimizga bittadan imkon qadar qo'ldan kelgancha like tugmachasini bosib qo'yinglar va bizning kanalda yangi insonlar obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana ekonom pechkani kraska qilinmagan holati. Kraska qilinmagan. Shunday olaman deganlarga ham shunday beraveramiz. Mana shu holatda olaman degan akalarga shu 1 million 200 ming so'm kraskasi. 1 million 100 ming so'm beradi. Kraskasiz 1 million 100 ming. 1 million 100 ming so'm berishadi. Bizning kanaldan chiqqanlarga yana 50 ming so'm qisqa qilishdi. Akalar, ukalar, do'stlar, shunga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli, akkuratli turibdi. Havoni zaharlamaydi. Bundan tashqari yoshi kattalar ko'p kasal bo'lmaydi, yosh bolalar ko'p kasal bo'lmaydi. Uyingizda ichki jihozlari toza turadi. Sababi tutamaydi bu. To'g'rimi aka? Tutamaydi aka. Do'stlar, qadrdonlar, bizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Bitta razmer kichkina pechkamiz ham bor aka. Qiziqqanlarga aka mana. 20 ga 20 bo'ladi, to'g'rimi? Bu 21 ga 21 razmer. Buni narxini 700 ming so'mdan qilib beraveramiz. 700 ming so'm qilib beraverasiz. Maşallah. 700 ming so'mdan qilib beramiz. Zakat to'pkalari bor. Zakat to'pka so'raganlar ham chiqaversin. Zakat to'pka so'ragan akalarimiz uchun necha pul qilib berasiz zakat to'pkasini? Zakat to'pka 480 ming so'mdan olishaveradi aka. 480 ming so'mdan hamma narsasi beriladi. Hamma narsasi beriladi. Maşallah. Shuni olib borib o'zlari yig'ib ishlataman deydiganlarga 480 ming so'mdan beraveramiz. Qadrdonlar, do'stlar, bizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Sizlarga videolarimiz yoqqan bo'lsa va ko'nglaringizdan joy olyapti turgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar uchun maxsus videoga olyapmiz, nima deymiz? Obuna bo'lmasdan ko'rgan akalarimiz obuna bo'lib qo'yinglar. 2025-yilda qishda Metal Forum logotipini eslab qolinglar. Xudo xolasa chaqirib turasizlar. 2025-yilda qishda issiq o'tkazaman degan akalarimizni Telegram ichkalariga tashab qo'yinglar. Sababi bu ekonom pechkalarimiz hamma narsani yoqadi. Tappi disklarimi, ho'l o'tin disklarimi, hamma yonadigan narsani hammasini yoqadi va tashqi tomon, ya'ni uyning ichiga tutun bermaydi. Shuning uchun ekonom pechka, eko pechka deyiladi. Ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Like bosgan qo'llari muborak Allohni ushlasin va like bosgan insonlarni oilaviy umra haj safarlariga ziyorat qilish nasib qilsin. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Salomat.